Dunyoning top 3 ta sirli joylari haqida bilarmidingiz? Hozir men sizni eng sirli joylarga olib boraman. Tayyor bo'ling, chunki bu joylar hech kimni befarq qoldirmaydi. Sirlarni ochish vaqti keldi. Bermuda uchburchagi, okeanlarning sirli burchagi. Bu yerda samolyotlar va kemalar yo'qolgan. Lekin nima uchun? Kimdir aytadiki, bu yerda olamlar aro portallar bor. Boshqalar esa uzoqdan kelgan mavjudotlar haqida gapirishadi. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib keting. Keyingi sirli joy bu Stonehenge, Angliyada joylashgan va u go'yo yerning markaziga yaqin joylashgan sirli toshlar to'plami. Nega ularni shunday joylashtirishgan? Bu joyni qanday maqsad bilan qurishganini hali hech kim bilmaydi. 3-o'rinda esa Royama tog'i, Venesuelada joylashgan. Shunchaki ajoyib. Uning baland devorlari va sirli tabiati, hatto sirli hayvonot dunyosi bilan ham mashhur. Ba'zi insonlar u yerda noma'lum mavjudotlarni ko'rgan. Xo'sh, bu joyda nima bor? Bu joyda nima bor ekanligi haqida taxminlaringiz bo'lsa, fikringizni izohlarda qoldirib keting.